Hammaga doshlikum bugun Ahror Alixonovni to'yi. Qanaqa qilib salto otmasdan turib salto otsa bo'ladi? Короче, ikkita ko'ylagim bor. Oxirida ko'rsataman nima endi kiyishimni. Soat 4:47 to'y oldida men hozirdan vaqtlidan bo'yanaman, chunki soat 5da meni ekzamenim bor. Men bugun pre-intermediate o'tiraman. Okay, I want to speak in English something for you guys. Something in your eyes was so inviting. Blush. Hop, men piknikmanmi yo oddiymi sizlar bilan sinab ko'ramiz. Sochimni bugun yig'aman. Yo yig'mayman. Yig'aymi yo yig'mayman. Plus hozir ko'ylak kiyaman-da, endi ko'ylakka qarab sochimni yig'ish yoki mana qoldirish haqida o'ylab ko'raman. Okay, ketdim. Ikkinchisini kiyib ko'raman. Sam sochimni qaranglar, yelkam va ochiq bo'lib qoladi. Конечно, yaxshi edi bu tak.